Qon bosimining ko'tarilishi uni o'lchaganimizda tonometrda yuqori chiqadigan sonlar bilan ifodalanmaydi. Inson faqatgina yuqori uni 180-200 ligidan aziyat chekmaydi. Yuqori qon bosimi asta-sekin tomirlarda shikastlanishiga, buyraklar, ichki a'zolar, yuraklarning shikastlanishiga va kelajakda infarkt, insult, yurak yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi kabi og'ir kasalliklar va asoratlarning rivojlanishiga olib boradigan surunkali kechadigan kasallik hisoblanadi. Shuning uchun qon bosimini tushirishda ishtirok etadigan dorilarda ta'sir mexanizmlarini, qaysi kombinatsiyalar samarali ekanligi haqida oddiy bilimlarga ega bo'lish kerak. Bemor dorini faqatgina shifokor yozib berganligi uchun emas, balki ushbu dorini nima uchun ichayotganligini, qaysi kasalliklar va og'ir asoratlarida oldi olinayotganligini to'g'ri tushunib anglasa, demak davolanishga bo'lgan ishonch ortadi, xotirjamligi kuchayadi va bu ham sog'ayishga effektivini oshiradi. Hozirgi kunda tavsiyalar bo'yicha qon bosimini tushiradigan dorilarni ikkita katta guruhga ajratishimiz mumkin. Birinchisi bu asosiy guruh dorilar hisoblanadi. Ikkinchisi bu qo'shimcha rezerv dorilar guruhi. Birinchi guruh dorilari qon bosimi ko'tarilganda aynan ushbu guruhga kiradigan dorilardan foydalanish kerak bo'ladi. Birinchi guruhga kiradigan 5 ta katta sinfga kiradigan dorilar mavjud. Birinchisi bu prillar nomi bilan tugaydigan dorilar. Bular enalapril, lisinapril, captopril, perindapril tarkibli dorilar dorixonalarda enap, enam, diraton, birlipril kabi nomlar bilan uchraydi. Bu dorilar qon tomirlarini kengaytiradi, yurakka tushadigan yuklamani kamaytiradi. Buyraklarni himoya qiladi, yurak yetishmovchiligi va infarktdan keyingi holatlarda foydali hisoblanadi. Lekin ayrim bemorlarda quruq yo'tal chaqirishi mumkin. Bunday holatda keyingi guruh, sartan guruhiga kiradigan dorilar, bular valsartan, telmisartan, lazartan bo'lgan preparatlar dorixonalarda o'sha valsakor, telzap, telmista, larista kabi nomlar bilan topiladi. Sartanlarda afzalligi yo'talni chaqirish xususiyati bularda juda ham kam, ta'sir qilish vaqti uzoq bo'ladi, yurak va buyrakni yaxshi himoya qiladi. Uchinchi sinfga kiradigan dorilarimiz bu kalsiy kanali blokatorlari deb ataladi. Ularda ichida eng mashhurlari amlodipin, lerkamin, nifikart, narmadipin, farmadipin kabi tarkibli dorilar. Bu dorilar qon tomirlarini bo'shashtirib kengaytiradi. Ayniqsa yoshi katta bemorlarda, tomirlar qattiqlashganda, stenokardiyada juda foydali hisoblanadi. Ayrim bemorlarda ular oyoqlarda shishlar chaqirishi mumkin. 4-sinf dorilarimiz bular beta blokatorlar deb ataladi. Bularga bisoprolol, emkor, kankor, nipilit, nipivalol, karvidel, talliton, igilok kabi dorilar kiradi. Bu dorilar yurak urishini sekinlashtiradi, yurakning kislorodga bo'lgan ehtiyojini kamaytiradi, aritmiyalarni nazorat qiladi. Shuning uchun ayniqsa stenokardiya, o'tkazilgan infarkt, yurak yetishmovchiligida muhim dorilar qatoriga kiradi. 5-guruh bu diuretiklar, ya'ni siydik haydaydigan dorilar. Bularga indap, gipotiyazid tarkibli dorilar. Ko'pchilik bemorlar tomonidan so'raladi, menda shish yo'q-ku, nega siydik haydovchi dori ichishim kerak deb hayron bo'lishadi. Aslida bu dorilar faqat shishni kamaytirish uchun emas, gipertoniyada organizmda natriy ushlanib qoladi. Diuretiklar esa aynan organizmda ortiqcha natriyni tashqariga chiqarishga yordam beradi. Natijada qon tomirlaridagi bosim pasayadi. Yana bir alohida sinf dorilari mavjud. Bu yangi sinf dorilar deb ataladi. Hozirgi kunda bular o'sha Yuperio, Sakurtan, Savesta kabi tarkibli dorilar. Bu dorilar ham bevosita qon bosimini tushirish uchun boshqa dorilar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Ikkinchi guruh dorilarimiz rezerv, ya'ni qo'shimcha dorilar dedik. Bularga Veraspiron, Espiro, Fiziotens, Taxasizin kabi tarkibi dorilar kiradi. Bu dorilar odatda asosiy guruh dorilar yetarli bo'lmaganda, ya'ni asosiy guruh dorilar bilan qon bosimini tushirishda imkoniyati bo'lmaganda yoki asosiy guruhga kiradigan dorilarda ichishga qarshi ko'rsatmalar bo'lganda ushbu dorilar qo'shiladi. Zamonaviy tavsiyalar bo'yicha qon bosimini tushirishda bir vaqtning o'zida 2 va undan ortiq guruhga kiradigan qon bosimini tushiruvchi dorilarni kombinatsiyasidan foydalanish tavsiya etiladi. Ba'zi holatlarda monoterapiya, ya'ni bitta tarkibli dorilardan foydalanishga ruxsat etiladi. Bunday toifadagi bemorlar yosh, past xavf guruhiga kiradigan bemorlar, ya'ni ular infarkt o'tkazmagan, insult o'tkazmagan, sahrin diabet bilan og'rimagan yoki tomirlarda sezilarli ateroskleroz jarayonlari ketmagan va qon bosimi ko'tarilib turadigan 150 dan past bo'ladigan bemorlarga monoterapiya sifatida foydalanishga ruxsat etiladi.
yoki bo'lmasa keksa yoshdagilar, 80 yoshdan oshgan bemorlarda, tomir devorlari qattiqlashib ketadigan bemorlarda monoterapiya, ya'ni bitta tarkibli dorilardan foydalanishga ruxsat etilgan, bu mumkin bo'ladi. Boshqa holatlarda esa, demak, 2 va undan ortiq tarkibli dorilardan bir vaqtda foydalanish kerak va samarali, foydali bo'ladi. Qon bosimini bitta dorini yuqori dozasi bilan tushirgandan ko'ra, 2 va undan ortiq guruhga kiradigan dorilarni pastroq dozasi bilan tushirish samarali va oson kechadi. Ya'ni bu dorilar bir-birini ishini kuchaytirib, qon bosimini, demak, sezilarli tezroq normaga tushirishga olib keladi. Hozirgi kunda qon bosimini tushirishda ishlatiladigan, demak, top eng 5 ta muhim dorilar kombinatsiyasini sanab o'tamiz. Birinchisi, yuqorida aytganimiz prillar yoki sartanlar dori guruhlaridan biri va plus amlodipin tarkibli dorilar. Masalan, bunaqa tarkibga ega bo'lgan dorilar Amlessa, Valadib, Lartenza, Prestans, Ekvator kabi dorilar mavjud. Bu kombinatsiyaga kiradigan dorilar tomirlarni yaxshi kengaytiradi, yurakni himoya qiladi, insult va infarkt xavfini kamaytiradi. Ikkinchi yana ko'p uchraydigan kombinatsiya o'sha prillar yoki sartan dorilari va plus diuretiklar. Masalan, dorixonalarda Inab H, Valsakor H, Larista H, Telzap H kabi dorilar mavjud. Bu kombinatsiyalar organizmda natriyni chiqarib, qon bosimini yaxshi nazorat qilishga yordam beradi. Ayniqsa tuzga sezgir bemorlarda bu kombinatsiya foydali hisoblanadi. Uchinchi guruh kombinatsiyalarimiz bular 3 ta tarkibli kombinatsiyalar deb ataladi. Ba'zi bemorlarda 2 ta tarkibli dorilar ham yetarli bo'lmaydi. Shunda pril yoki sartan guruh dorilardan bittasi plus amlodipin guruhiga kiradigan dorilar va plus diuretik, ya'ni siydik haydovchi dorilar guruhiga kiradigan dorilar kombinatsiyasi mavjud. Bunday dorilarda, demak, dorixonalarda Triplexam, Coamlessa, Covaladib tarkibli dorilar mavjud. Bu preparatlar juda qulay, bitta tabletka ichiladi, lekin 3 ta dori ta'siri olinadi. 4-chi kombinatsiyaga beta blokator dorilari. Ushbu kombinatsiya, ya'ni beta blokator dorilari yuqoridagi dorilar bilan birgalikda qo'llaniladi. Qachonki agar qon bosimini ko'tarilishi, stenokardiya, yurak yetishmovchiligi, infarkt o'tkazgan bo'lsa, yurak urishi tez bo'lsa, fibrillatsiya, ya'ni aritmiyalar bo'ladigan bo'lsa, bu dorilar, demak, qo'shilishi, kombinatsiya holatda ishlatilishi mumkin bo'ladi. 5-chi yana kombinatsiyalar yuqoridagi dorilar bilan birga qon bosimini nazorat qilib bo'lmasa, rezerv zaxiradagi dorilar qo'shiladi. Bular o'sha Veraspiron, Fizetens dorilari. Ba'zi holatlarda 15-20% gacha bo'lgan holatlarda yuqorida sanab o'tilgan 5 ta turdagi kombinatsiyadan foydalangan holda ham qon bosimini normal ko'rsatkichlarga tushirib bo'lmasligi mumkin. Bunday paytlarda rezistent arterial gipertenziya yoki boshqa bir kasallik hisobiga qon bosimini ko'tarilayotganligi, ya'ni ikkilamchi arterial gipertenziya deb ataymiz, boshqa kasalliklarni izlab ko'rish kerak bo'ladi. Masalan, buyrak kasalligi, buyrak usti bezi, qalqonsimon bez kasalliklari yoki buyrak arteriyalarini ateroskleroz hisobiga yopilib qolishi yoki yurakdan chiqadigan katta aorta tomirining aorta koarktatsiyasi deb ataladigan kasalliklarda bularni o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Yana bundan boshqa sabablar ushbu dorilarni, o'sha kombinatsiyadagi dorilarni noto'g'ri qabul qilayotganligi yoki bo'lmasa qo'shimcha zararli odatlar, sog'lom turmush tarziga amal qilmasligi, kam harakatliligi, semizlik kabi faktorlar ham qon bosimini, demak, tushmasligiga olib kelishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan kombinatsiyalarning ichida eng yaxshisi qaysi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu har bir bemor uchun individual hisoblanadi. Masalan, chap qorincha gipertrofiyasi deymiz. Masalan, yuqori qon bosimi yoki boshqa kasalliklar hisobiga yurakni devorlari qalinlashib ketadigan bo'lsa, bunda sartan va amlodipin guruhiga kiradigan dorilar yoki tomirlarda ateroskleroz jarayoni yuqori bo'ladigan bo'lsa, pril va amlodipin guruhiga kiradigan dorilar yoki buyrak shikastlanishi ustun bo'ladigan bo'lsa, pril va sartanlar yoki stenokardiya, infarkt o'tkazgan, aritmiyalar bo'ladigan bo'lsa, bisoprolol guruhiga kiradigan dorilar kombinatsiyasidan foydalanish kerak bo'ladi. Yosh katta bemorlarda tomirlar qattiqlashganligi sababli bosimni keskin tushirish xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday bemorlarda amlodipin va indapamid yaxshi variant hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, gipertoniyani davolash bu faqatgina qon bosimini normal ko'rsatkichlarga tushirishdan iborat emas. Bunda insultni oldini olish, infarktdan saqlanish, yurak yetishmovchiligini, buyrak yetishmovchiligini oldini olishga qaratilgan bo'ladi.
Va eng muhimi, hamma uchun universal bo'lgan eng zo'r dori yo'q. Har bir organizmda uni yuragini, buyragini, tomirini, yurakda pulsini, ateroskleroz, qo'shimcha kasalliklarni hisobga olgan holda individual tanlash muhim hisoblanadi.